Dada damni ham qo'yib yuboribdi. Damkirab top chiqaymi? Ha, qo'yag'iga o'xshamasdan damla. Ko'z tegmasin, sizda 5, uyga kiravering toychog'im. Sizda ikkita 2 bor ekanda Xontaga kiring. Nega dada? Xontaga qamab uraman hozir. Voy. Usta mana bu taraflarni rastor qilish kerak, shuvoqlar qilish kerak. Ya dada. Ko'tingni art. Dadam sigaretami? Вот это поворот! Dadam sal narsaga uraveradi. Dadang bilan erkin gaplash, og'ayni do'st bo'lgin, dada bilan shunday gaplash kerak. Hey, oshna nima gap? Вот это поворот! Bo'pti, men oshga kirib chiqay. Alo. Alo kuyov bola, ertalab soat 8 da mashinangizda meni bozorga olib kela olasizmi? Ha, bo'ldi, gazini quyib bersangiz borib kelaveraman. Dadangizga ham shunaqa deysizmi kuyov bola? Ha, dada yasab oldi, qaynatamsiz. Ha, bo'pti, mingillamay olib borib kelaman. Dada. Ha kuyov bola? Ha, erta bilan bozorga borib keling deydi, shunga kelgandim. Soat necha bo'ldi? 6 bo'ldi kuyov bola, 8 ga deganman. Ha, bo'pti. Mashinada o'tirib turaman, 2 soat chiqarsiz. Soat 8 ga deganman, 10 ga kelyapti bu. Jinday kech qolganimga yomon xotinlarga o'sha mingillayapsizmi? Ha, chiqing, uxlab qoppa. Yaxshimisiz kuyov bola? Boring, tishingizni yuvib chiqing. Boring, yuvib chiqing, erta bilan guppa beryapti. Kuyov bola. Yuvib chiqing. Voy. Kuyov bola, mana shu qizni olib olaylik, savdo qolib ketibdi-da. Yo'q, dada, ola olmaymiz. Qizingiz o'ldiradi, menga tinchlik kerak. Jonon, savdo qolib ketibdi, shunday olaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, singlim? Yaxshi, rahmat. Ha, qarormaydi. Yaxshi yigit. Uylanganmisiz? Men bo'ydoqman. Tushing, mana o qiz tashlab kelay. Tushing deyapman, mana shunda kutib turing. Voy, mashinaning orqasidan o'yinchoq topib oldim. O'yinchoq ishlab chiqarasizmi? Ha, biznesmenman, andijonlik bola, to'y ishlab chiqaraman. Bolachalarni xursand qilaylik deyman-da. Viloyatli dillerlarga aytaman, bozorlarga, do'konlarga tarqatib tashab, soqqani bosmaysanmi deyman. Pastda ham nomerlar qo'yib qo'ygan bo'lsang. Alo, xotin? O, dada ko'chada muzlab qopti. Dada? Assalomu alaykum dada. Qayerdan kelyapsiz, oqsolanib? Ha, maktabdan bankomatga jo'natuvdi. Ha, lineykamlar urishdimi? Ha, bizda ham bo'lgan. Sen tayyorlan, bitta ish bor senga. O'g'lim hozir kurashasan. Agar yutadigan bo'lsang, Xonsaroyda Ramazon loyihasidan boshlang'ich 30% to'la senga uyab beraman. Tushundingmi? Davay, qovoq qo'ygan. Ha, davay. Menga qara Lutfulla. O'g'limni kurashda yutsa, mashq qo'yman-da. Ye, bu tovuq urishtirganda qilinarda. Bo'ldi, qo'rqma. Davay, so'zavonaga sous qil. Bolam cho'chimoqimmi? Bos, taysa motivatsiya. Ey, pingvin kabi bo'linglar, pingvin kabi. Pingvin ham toqqa qarab chiqib ketyapti. Mana nes, bos. Ur bolam. Qo'ydi bering. Neyni immagar. Mana destocha, qo'ydi uyga bor. Menga qara Lutfulla. Ko'rganlar aytibdi, o'g'lim sochini tortib uribdi. Unaqasi ketmaydi. Sochini yig'ishtirib chiqsin. Jang bo'lyapti bu yerda. Erkaklar jangi bo'lyapti. Sochini o'stirib chiqadi, to'lkalarga o'xshab. Gazini bosinglar, ey. Nima deysan? Yo, men o'zimga o'zim chotki bosinglar. Dam solaman. Qizlar ham vulkanizatsiyada ishlayaptimi deyman, dam solaman deydi.
Rais buva, men blogerman-ku, trend tovyapman. Shu blogerlarga maslahatim, qish bekarchilik kommentariy ko'payadi. Yaxshi narsa qilishga. Dam solguncha borib qozonga yog' solib, ovqat qil. Voy, ko'tarilmadi, o'qib qo'ydim 3 million. Yana onlayn qimor o'ynayapsanmi? Futbolga ham pul tikasan, basketbolga ham pul tikasan. Bittani ko'pkari bilan Nozim eri xotin urushsa pul tikmayapsan xolos. Dadang senlarni baqaman deb itarilib yotibdi. Tur yo'qol qo'yog'i, ko'zimga ko'rinma. Bu mahallani obod qilguncha o'zim o'tib ketmasam bo'ldi-da. O'sha Rahimni bolasi dadasidan bekitib nos yashiryaptimi deyman-da. Orqasida militsiya ham kelyaptimi? Cho'ta nosga o'xshamayapti-ku. Komandir, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bu bola giyohvandlik vositasi hamda psixodrop moddalarni sotayotganda qo'lga olindi. Bolamni qo'yib Men senga necha marta aytdim, Rahim bolani nazoratga ol dedim. Pul topaman deb yuraverma, to'qlikka sho'xlik qilmasin dedim. Senga shu narsa kerakmidi bolam? Ota-onangni qara orqangdan yig'lab qoldi. Umringni ham xazon qilding. Qanchadan qancha odamlarni uyini ham kuydirgandirsan. Mahallani ham sharmanda qilding. Mahallani ham ampammani chiqib ketdi. Nechinchi yilsa? 2006. 2006? Nima sigara chekyapsan? Ozgina muammolarim, problemalarim bor edi. O'shani hal qilish uchun chekaman-da, rais bu. Mashina cheksa problema hal bo'ladimi? Qani? Meni ham problemalarim bor-da. Mahalla obod bo'lib ketdi. Kreditlarim to'landi. Qo'y yaqinda to'lanadimi? Qo'y yaqinda problema hal bo'ladi. No'mon tog'a chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, chetini ochaman hozir qarab ishlaymi? Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tavba qildim. Uchinchi o'rinda nos totib trivandom qilyapti. Voy o'ynayman men. Qani siz ishlar qilsam, daqiqa dolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma og'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Tog'a bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim. Yangi yil kuni o'g'lingiz fonni o'chirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabeshda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'ynayman. O'g'lingiz telefonni olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayolligini isbotlab bermasam, Telefonni olib kel. Telefon meni telefon. Google tarixiga kiramiz, mo'ni qarang. Mo'ni qarang. Adib Brothers'ning qisqa hikoyalarini ko'ramiz. Nima edi bu? Voy o'ynayman. Sen qo'yog'ini kaltayishi sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilgansan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. To'poy men senga 5 minut avval o'sha videoni tashlagan edim-ku. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'ri chekyapti, mo'l qarang, chekyapti.